Bismillahirrahmanirrahim. Sura Naml. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasin. Tilka ayatul Qur'an va kitabim mubin. Tasin. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Hudan va bushra lil mu'minin. Mo'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Shundoq mo'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishinadi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohliklarida tengirqab yurishidi. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qilguvchi, hammani bilguchi Alloh tarafidan beriladi. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. O'z vaqtida Musa ahlisiga "Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq bir xabar o'qib kelay. yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' elib kelay" dedi. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Musa o'tning yeniga kelganda mundaq nido anglandi. Alloh o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning parvardigori Alloh pokdir. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdirman. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Hasangni tashlag'in. Musa hassining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Kayniga, ya'ni qo'rqqanidan ajdahoga qarayolmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga
nihoyat mag'firat qilg'uchidurman, nihoyat mehribondurman. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Fir'avn va uning qavmiga elib berishim uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzasidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: Jimi hamdu sana bizni nurg'un bandalaridan ortiq qilgan Allohga xosdir. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. U: "Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ehsonidir" dedi. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdabi bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ular Şamdaki bir çömülüler vadisiga yetib kelganda bir çömüle aytdi: "Ey çömülüler, uğlaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uxmasdan sizlarni yanjib etmasin." فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sulaymon çömüylünün sözüdün təbəssüm qılıb küldü və eytdi: "Pərverdigarım, sən meni
manga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishqa, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishqa muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. U qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nima bo'ldi? Höp-höpni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qab ketdimi?" لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman. Ya cho'qim yo'qab ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Uzak o'tmay o'pib keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga, o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Onun va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinadiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Ular osmonlardagi va zemindagi sirlarni oshkorlig'uchi, sizlarning yoshirin va oshkori ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Allohu la ilaha illa huwa robbul arshil azim. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshning parvardigoridir. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Sulaymon aytdi: "Sen rostavatamsan, yo yolg'onmi? Qaraymiz." اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Bu xeytimni elib berib, ularga tashlag'in. Ondan ulardan neriroq joyda yoshirinib tur. Ularning qandoq javob qaytaradiganligiga qarag'in. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. U, ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatlik xat keldi. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Sizlar menga hokavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar.
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. U, yani Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q." قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ular aytdi: "Biz kuchlik va jangovormiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nemaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin." قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. U, yani Bilqis aytdi: "Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ltirish, asirga elish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmi shundoq qiladi." وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keladiganligiga qarayman. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Elçi Sulaymanның aldığı yetip kelgende, Sulaymon aytdi: "Sizlar manga mal bilan yordam qilmoqchimi? Allohning manga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar so'g'anlar bilan ko'ranglab ketsizlar." ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Sen qaytib ketkin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqirib etamiz. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qeshimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Jindin bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman." قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochquchi elib kelaman dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi.
Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, bu Parvardigorimning menga qilgan ehsonidir. U shukr qilamdim yo tuzgurlik qilamdim. Buning bilan meni sinidi. Kimki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzgurlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kangdur dedi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sulaymon Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning ahlini sinash yuzasidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimdu, tonimamdu. Qaraymiz. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turdu dedi. Sulaymon Allah'ның ne'matini so'zlash yuzasidan aytdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kofir qavmdan edi. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Uningga, ya'ni Bilqisqa saroyga kirgin deyildi. U, ya'ni Bilqis saroyni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimini ko'tirib, ikki pochiqini ochdi. Sulaymon aytdi: Shubhisizki, u aynakdan yasalgan saroydir. U, ya'ni Bilqis aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga agishib islomga kirdim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahon ular jedallashadigan, ya'ni din borasida jedallashadigan mo'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ular aytdi:
bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi: sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Shaharda, ya'ni hijrida, yer yuzida bozg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ular öz ara Allah bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Solihni va uning tavallarini cho'qim o'ltiraydi. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga. U o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. ularning halok bo'lishini tezlatish uchun, suiqasdi uchun to'yuqsiz jazoladik. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Ularning suiqastining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odam zotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Solih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Lutning qissini bayon qilgin. Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. sizlar ayollarni qo'yib jinsiy ta'liminglarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ularning birdan bir javobi: Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uchilardan qildik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'uchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
Allahu hayrun amma yushrikun. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandalariga omonlik tilayman degan. Alloh yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatan burilib ketgan qavmdir. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Zeminni insonlarga va hayvonlarga turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida orlashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini vaz nasihat olasizlar. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Quruqlikning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirgan narsalaridan pokdir. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah'tan bölek
osmonlardagi va zamindagilar g'ayibni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq qachon tiriladiganliklarini bilmaydi. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondidir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. Kafirlar, yani qayta tirilishini inkor qilguvchi Makka mushrikleri aytdi. Biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan tirilib cho'qim chiqirilamdiq. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Sen bu kuffarlarga aytqin. Zeminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgirki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshig'imi keladi. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Ularning hiyli mikridan ishing pushmasin. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular, agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Sizlar oldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Bu Badr so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga elinishidir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Parvardigoriga shukr qilmaydi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirganlarini va oshkora qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarata adovatini va suiqasdini shak shubhisiz biladi. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Osmon zeminda lavhul mahfuzga yezilmagan hech bir sir yo'q. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilishgan narsalarining ko'pini bayon qilib berdi. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Qur'on mo'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir.
إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Şübihisiz ki Parvardigarın ular, yani Bani İsrail evladının arasında kıyamet günü adil hüküm çıkarıdı. Allah galiptir. Bendilerinin işlerini bilgüçüdür. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Allah'a tevekkül kılgın. Yani işini Allah'a tapşırgın. Hemmi işinde Allah'a yölengin. Allah sana medetkardır. Ey Muhammed, şübihisiz ki sen roşen hak dindisen. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Sen ölüklerge ve yüz örgen gazlarga, yani dillerinin ölüklükide ölüklerge ve haqni anlamaslıkta gazlarga okşaydıgan kuffarlarga davetni anlatolmaysan. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen dili korlarını gumrahlıktan ayırıp hidayet kılalmaysan. Sen davetini fakat bizning ayetlerimizge iman eytip musulman bolğanlargıla anlatalaysan. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ular, yani kuffarlarga aldın ala eytilgan söz işqi aşqanda, yani azap ve kıyamet yakınlaşkanda, ularga zemindin bir türlük hayvanını çıkırımız ki, ularga insanlarının bizning ayetlerimizge işenmegenlikini sözleydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. O günde her ümmetning ichidin bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldi kayni yig'ilg'ucha ular to'xtatib turiladi. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Ular Allah'ның dergahıga kelgen çağlarida Allah ularga sizler toluq bilmey turup mening oyatlarimni inkar qildinglarmi? Sizler emri qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Ular özleriga zulm qilganliklari uchun ularga azap haqliq bo'ldi. Ular özlari bo'lmaganligi uchun söz qilolmaydi. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ularga kechini oram oladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon eytadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. U kunda sur çelinidu. Allah xalığallardan, yani farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa osmonlardagi va zemindagi hammani qo'rqinch bosidi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Tağlarni turg'un holatda gumon qilisan. Halbuki ular bulutdek cho'gilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hüneridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishlaringlardan to'liq xabardordir. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Yaman ish qilganlar do'zaxqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Ey Muhammad, aytgin ki, men faqat Allah hurmatlik qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allah'ның mülkidir. Men musulmonlardan buluşqa. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Kur'an o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozidikan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqin ki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Muhammed, aytqin ki, Jimi hamdu sana Allah'ga xosdir. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chog'da tonuysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.